Real Madrid muxlislarini yana ekran oldiga yaxshilab joylashib olishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, Real Madrid yangiliklari kanali qisqa muddatli tanaffusdan so'ng yana qaytdi. Yana shunday to'xtalishlar bo'lmasligi uchun siz bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Videoga like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz esa boshlaymiz. Aziz do'stlar, biz siz uchun Telegram kanalimizni tavsiya qilamiz. Telegram kanalimizda Real Madridga oid xabarlar va gollarni birdek tomosha qilishingiz mumkin. Telegram kanalimizga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan. Biz boshladik. Ancelotti Viniciusni ogohlantirdi. Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Real Madrid futbolchisi Vinicius Juniorni ogohlantirdi. Vinicius yaxshi jismoniy holatda bo'lishi kerak. Bizda ko'p kuchli o'yinchilar bor va men eng zo'r formada bo'lib turgan futbolchilarni terma jamoaga chaqiraman. Agar Vinicius yuqori formada bo'lmasa, boshqa o'yinchini chaqiraman. Chunki jamoada ayniqsa hujumda raqobat kuchli, dedi Ancelotti. 25 yoshli futbolchi joriy mavsum La Ligada 14 uchrashuvda maydonga tushib, 5 tadan gol va assist qayd etdi. Liverpool Real Madrid yulduzini sotib olmoqchi. Real Madrid klubi yarim himoyachisi Eduardo Camavinga faoliyatini Liverpoolda davom ettirishi mumkin. Bu haqida chet el ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Liverpool joriy mavsumda atiga 4 marta asosiy tarkibda maydonga tushgan 23 yoshli fransiyalik halbek uchun Realga qariyb 60 million yevro berishga tayyor. Camavinga joriy mavsumda barcha musobaqalarni hisobga olgan holda 14 uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol urdi va bitta golli uzatmani o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Yarim himoyachining Real Madrid bilan mehnat shartnomasi 2029-yilgacha mo'ljallangan. Transfer Market mutaxassislari futbolchining narxini 50 million yevroga baholamoqda. Rodrigo Real Madrid hujumchilarining barcha davrlar bo'yicha anti-rekordini takrorladi. Real Madrid vingeri Rodrigo Goes klubi safida qatorasiga 30 ta o'yinda gol ura olmay, qaymoq ranglilarning barcha davrlar bo'yicha anti-rekordini takrorladi. Bu haqida 365 Scores statistik portali xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, bungacha anti-rekord xuddi shunday bahsda to'p kirita olmagan Qirollik klubi sobiq forvardi Mariano Diasga tegishli edi. Rodrigo Real Madrid safida so'nggi golini 2025-yil mart oyida urgan. O'shanda braziliyalik futbolchi Chempionlar Ligasi play-offida Atletico darvozasini ishg'ol qilgandi. Bu mavsumda 24 yoshli hujumchi Real Madrid safida barcha turnirlar doirasida 15 ta o'yin o'tkazib, 2 ta golga assistentlik qildi. Avvalroq Rodrigoga Madrid klubidagi holati haqida fikr bildirilgandi. Real Alonsoni iste'foga chiqarmoqchi, o'rniga aniq nomzod bor. Qimmatli 2 ochko yo'qotilganidan keyin madridliklar musobaqa jadvalining birinchi pog'onasini ashaddiy raqib Barselonaga bo'shatib berdi. Girona maydonidagi uchrashuvda Kylian Mbappening goli evaziga mag'lubiyatdan bazo'r qutulib qolgan Real Madrid endi Alonsoni iste'foga chiqarmoqchi. Qirollik klubi rahbariyati bir necha uchrashuvga cho'zilgan g'alabasiz seriyadan keyin bosh murabbiy Xabi Alonsoni iste'foga chiqarish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Ispaniyalik mutaxassisning taqdiri yaqin oradagi o'yinlar natijasiga ko'ra hal bo'ladi. Florentino Perezning ko'z o'ngida uning o'rniga kelishi mumkin bo'lgan yagona nomzod Zinedine Zidane bor. Fransiyalik mutaxassis bungacha 2 bor jamoani muvaffaqiyatli boshqargan. Zidane 2021-yil Madrid klubini tark etganidan beri ishsiz yuribdi. Zinedine Zidane Realni 2 marta boshqargan davrda ketma-ket 3 marta UEFA Chempionlar Ligasida g'olib chiqqan. Yagona murabbiy sifatida tarixga kirgan. Uning 3-marta jamoaga qaytishi muxlislar uchun ham rahbariyat uchun ham katta umidlarni uyg'otishi mumkin. Sizningcha Realdagi muammo nima deb o'ylaysiz? Murabbiy yoki futbolchilar? Alonso ketishi kerakmi? Fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.